G'arbliklar uyg'onish davriga Leonardo da Vinci asos solgan deb hisoblaydi. Aslida uyg'onish davriga Leonardoning tavalludidan 5 asr muqaddam musulmonlar asos solishgan. Ushbu videomizni so'ngiga qadar tomosha qilsangiz, bunga o'zingiz ham amin bo'lasiz. Tan olib aytish kerakki, bugungi kunda islom olimlari dunyoning ilg'or davlatlari olimlaridan biroz ortda qolishmoqda. Ammo o'tmishda g'arb hali qorong'ulik og'ushida yotgan bir vaqtida islom olimlari dunyoga nur taratgan. Milodiy 794-yili Bag'dod shahrida Ibn Fazl tomonidan dunyodagi birinchi qog'oz ishlab chiqarish korxonasi tashkil etilgan. 800-yili Misrda, 950-yili Andalusda, oradan 3 asr o'tibgina Yevropada qog'oz fabrikalari paydo bo'lgan. 9-asrning 20-yillarida xalifa Ma'mun tashabbusi bilan Bag'dod shahrida dunyodagi birinchi akademiya Baytulul Hikma tashkil etilgan. Yevropada esa ilk akademiyalar Baytulul Hikmadan 7 asrdan keyin paydo bo'la boshlagan. 707-yili Ummaviylar zamonida xalifa Valid ibn Abdul Malik tashabbusi bilan tom ma'nodagi dunyodagi birinchi shifoxona tashkil etilgan. Dunyodagi birinchi dorixona ham 754-yili Bag'dod shahrida ochilgan. Xorazmlik ulug' vatandosh bobo kalonimiz Abu Rayhon Beruniy yerni o'z o'qi va quyosh atrofida aylanishini Nikolay Kopernikdan 5 asr oldin isbotlagan. Hindistonning Nandan shahri yaqinida tadqiqot olib borib, yer yuzasini o'lchashga muvaffaq bo'lgan. Beruniy o'z hisob-kitoblariga ko'ra, okean ortida bizga noma'lum bo'lgan yerlar bor deya fikr bildirgan. Ya'ni bugungi Amerika qit'asi borligini taxmin qilgan. 10-asrlarda yashagan Abul Qosim Zahroviyni jarrohlikning otasi deyshadi. U o'zidan oldingi tibbiyotchilarning tajribalarini umumlashtirib, jarrohlikni mustaqil alohida fan darajasiga olib chiqqan. Abul Qosim Zahroviy 200 dan ortiq jarrohlik asboblarini ixtiro qilib, ularni qanday qo'llanishini tushuntirib bergan. U ixtiro qilgan jarrohlik asboblari bugungi kun tibbiyotida ham qo'llaniladi. Dunyo tabobotining otasi deb ataluvchi yana bir ulug' vatandosh bobo kalonimiz Abu Ali ibn Sinoning fan va tibbiyotga qo'shgan hissasi beqiyos. Ibn Sinoning tibbiyotga oid ko'plab kitoblari 20-asrning boshlariga qadar tibbiyot oliy dargohlarining eng asosiy qo'llanmalaridan biri bo'lib kelgan. 13-asr islom tabobatining eng yirik namoyandalaridan biri Damashqlik Alovuddin ibn an-Nasif Yevropaliklardan 300 yil oldin kichik qon aylanish doirasini tasvirlab tushuntirib bergan. Islom dunyosining yetuk tabobatchi va qomusiy olimi Abu Bakr ar-Rozi qadimgi yunonlarning ilmiy tajribalarini o'rganib, u ilmlarni boyitib borgan. Ar-Rozi chechak, bezgak va yana shunga o'xshash bir qancha yuqumli kasalliklarni bir-biridan farqlash va qanday davolash kerakligini o'z kitoblarida bayon qilib bergan. Ali ibn Abbos 10-asrlardayoq onkologiyada jarrohlik amaliyotini o'tkazgan. U tomonidan yozilgan Kitobul Maliki tibbiyot ensiklopediyasi bugungi kunda ham o'z dolzarbligini yo'qotmagan. Musulmonlar o'tmishda nihoyatda kitob sevar bo'lishgan. 8-asrning mashhur tarixchisi Al-Vahdiydan 600 sandiq kitoblar meros qolgan. Geometriya fanidan bizga tanish bo'lgan sinus, kosinus, tangens, kotangens atamalari 10-asrda yashab o'tgan fors matematiki va astronomi Abdul Vafo al-Buzjoniy tomonidan tatbiq qilingan. Umar Xayyomni ruboiylari bilan yaxshi taniymiz. Umar Xayyom nafaqat shoir, balki u iste'dodli matematik, astronom va faylasuf olim ham bo'lgan.
Umar Hayyom 1074-yili Isfahonda rasotxona qurdirib, koinotni kuzatib borgan hamda yulduzlar jadvalini tuzgan. O'z kuzatuvlariga asoslanib 1079-yili nihoyatda aniqlikka ega bo'lgan yangi kalendarni yaratgan. Yevropaliklar esa bunday aniqlikka ega kalendarga Umar Hayyom vafotidan 5 asr o'tibgina ega bo'lishgan. Yetuk ajdodlarimizdan yana biri Ahmad al-Farg'oniy quyosh yuzasida dog'lar borligini aniqlagan. Shuningdek, Farg'oniy bobomiz quyosh tutilish hodisasidan dunyoning bir qancha xalqlari qo'rquvga tushgan bir vaqtda quyosh tutilishi oddiy tabiat hodisasi ekanligini ilmiy asoslar bilan tushuntirib bergan. Uning astronomiyaga oid kitoblari 700 yil mobaynida astronomiya fanining asosiy o'quv qo'llanmalaridan biri bo'lib kelgan. Buyuk simolarimizdan yana biri Mirzo Ulug'bek Samarqandda rasotxona bunyod ettirgan. Yulduzlarni kuzatib borib, 1018 ta yulduzni joylashuvi aks ettirilgan Ko'ragoniy jadvalini tuzgan. Mirzo Ulug'bek yulduzlarni kuzatib 1 yil 365 kun 6 soat 10 daqiqa 8 soniyadan iborat ekanligini aniqlashtirgan. Bobo kalonimiz bugungi kunda kompyuterlar yordamida aniqlangan aniq hisobdan borig'i 58 sekundga yanglishgan. Shuningdek, Mirzo Ulug'bek Yerni o'z o'qi atrofida 23,52 gradusga egilgan holda aylanishini hisoblab chiqqan. Bu borada esa zamonaviy hisobdan atigi 0,25 gradusga adashgan xolos. Xorazmlik ulug' ajdodimiz Muhammad al-Xorazmiy o'nlik hisoblash tizimini, kasrlarni, trigonometrik funksiyalar va yana boshqa bir qancha matematik hisoblash usullarini joriy qilgan. Xorazmiyning xizmatlarisiz bugungi zamonaviy matematikani tasavvur qilib bo'lmaydi. Xorazmiyning al-Jabr va al-Muqobala kitobi asosida bugungi algebra fani vujudga kelgan. 8-asrda yashab o'tgan islom olimi Jobir ibn Hayyan kimyo fanining asoschilaridan biri hisoblanadi. U ko'plab kislotalarni tavsiflab bergan va kimyoda eksperimental tadqiqot usullarini dastlabki versiyasini ishlab chiqqan. U atom ichida ulkan energiya mavjudligi va uning bo'linishi haqida fikr bildirgan. Ibn Hayyan atomni bo'lish orqali butun bir Bag'dodni yo'q qilishga qodir kuchga ega energiya hosil qilish mumkinligini aytgan. Mashhur arab sayohatchisi Ibn Battuta 28 yil davomida islom diyorlari bo'ylab sayohat uyushtirib, deyarli barcha islom mamlakatlarida bo'lgan. U Marakoshdan tortib Xitoygacha sayohat qilgan hamda 120 ming kilometr masofani bosib o'tgan. Battuta o'zining sayohatnoma asarida o'zi borgan yurt va shaharlarning o'sha davrlardagi iqtisodiyoti, madaniyati va ijtimoiy hayot haqidagi tarixiy ma'lumotlarni yozib qoldirgan. Biz sizlarga musulmon olimlari tomonidan qilingan fan yangiliklarini ayrimlarini havola qildik. Islomning oltin davrida musulmon olimlari tomonidan yana yuzlab kashfiyotlar va ilm-fan yangiliklari qilingan. Shu tariqa islom olimlari uyg'onish davriga tamal toshini qo'yishgan. Yevropada esa ilm-fan 14 va 15 asrlarga kelib ravnaq topa boshlagan. Bugungi kun fan yutuqlari haqida gapirarkanmiz, bu yutuqlarning boshida ulug' ajdodlarimiz, islom olimlari turganini unutmasligimiz kerak.